Assalomu alaykum barchaga. Bu yangi tovuq go'shtlarini muzlatib chiqqandan keyin saqlash uchun xolodilnik kameramiz. Hop, bu yangi iskroq yangi agregatimizda qilingan ishladimi desangiz, bu oldinlari R22 xolodilnikda ishlagan gaz freonda. Klientda doim shikoyat bo'lgan, harorat ko'tara olmayapti, qiyinchilik tug'diryapti, tinmay ishlayapti. Qisqasi nima qilindi desangiz, buni freonda R507 ga almashtirib yubordik. R507 biz O'zbekiston klimatiga почти mos. 404 ham yaxshi edi. Endi yildan yilga harorat ko'tarilib bo'lyapti, klimat ko'tarilib bo'lyapti. Bunda gazni parga aylantirish holatida gaz juda ham yuqori temperaturaga chiqib ketadi va oqibatda agregatda qiynalib ishlash bo'ladi, detonatsiya bo'ladi, juda ham kuchli qimirlash va vibratsiyalar ham даже o'sha bera olmaydi, bu tarafdan sinib ketadi doimiy. Shu holatda keyin bir qarorga kelindiki, freonni almashtirishimiz kerak. Kompressorimiz bemalol maza qilib ishlashi uchun Xudo xolasa 507 qilib oldi. Mahsulotni olib chiqib olishdi. Oldinlari -30 ga olib chiqmaganda deb aytishdi. Hozir bemalol mana -30 ga olib chiqib, hozir mahsulotlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu freonimiz R507 IQ dan qo'ydik. To'g'risi, mana Dupont yoki shunga o'xshash Brentvi firmalar freondan topa olmadim, iloji yo'q IQ dan qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi chiqdi. Ustalarga mabodo tavsiyamiz. Yaxshi freon ekan. Ishlashi zo'r. Mijozim ertalab kelsa chiroyli maqtab berdilar, juda yaxshi ekan deb hozir ichkaridagi mahsulotni ko'rsatib o'tamiz. Mahsulotlar kechki payt уже -30 ga chiqib uchib yongan. Xudo xolasa juda ham zo'r. Boshqa holatda, yaxshi holatda turibdi. Kimga shuna xizmatga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytib o'tganimdek, bu oldin 22 freonda ishlagan. Hozir mana 507 ga o'tkazib oldik. Ozgina qiyinchilik bo'ladi o'ziga yarasha hamma ishda ham. Ozgina yerinmasdan tozalab, yaxshilab yurg'izib olsangiz, xudo xolasa yaxshigina xizmat qiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan qilishingiz mumkin. Rahmat.